قال أبو بكر الصديق في كتابه إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه: احرص على الموت توهب لك الحياة. Abu Bakr radhiyallohu anhu Xolid ibn Validga yozgan maktublarida shunday deydilar: o'limga haris bo'ling, sizga haqiqiy hayot beriladi dedilar. Birodar, Alloh sizni asrasin. Bilingki, bugun janoza ko'targan odam ertaga o'zi ko'tariladi. Bugun qabristondan qaytgan inson ertaga o'sha yerga o'zi qaytadi. O'lim bilan ish tugadi deb o'ylamang. Balki u boshqa bir boshlanish degani. Agar o'lsak va shunchaki tashlab qo'yilsak edi, o'lim har bir tirik uchun rohat bo'lar edi. Lekin biz o'lsak, qayta tirilamiz va har bir narsadan so'roq qilinamiz. Qabrlardagi narsalar chiqariladi va ko'ngillardagi sirlar oshkor bo'ladi.